ketdimi zapisyapmi? Sarvar aka, necha yildan beri to'g'risiz? 5 yildan beri qo'g'irlik qilamiz. Aha. Inshaalloh mana bu yerda 3 oydan beri ishlayapmiz. Inshaalloh ancha opitlar oshib, keyinchalik yana dalchi qo'g'irlik qilamiz bu yerda. Ovqatda tega olmayaptimi? Yo'q, hammasi zo'r. Nolishdimi? Hammasi zo'r. Qarang, bu yerga kelgan ziyoratchilarni xohishini qattan bilasizlar va qanaqa talablarda ovqat pishiradi bu yerda. Xo'p, insonlar mana olayotgan ovqatni shuna ko'zlaridan bilsa bo'ladi. Misol ovqatga qarab turib, ko'proq soling deganda o'shanda ko'proq beramiz. Aha. Lekin ba'zida insonlar sabzi yemaydi, unaqa yemaydi. O'shani ko'zlariga qarab turib, bemalol unaqa qilib suzib beraveramiz. Aha. O'zi iminoy bitta gapirishingizdan qilib bering. Marhamat. Safar Travel'ga. Assalomu alaykum, xonimlar va janoblar. Bu mana Safar Travel'da ajoyib tushligimiz. Inshaalloh hojilarimizga hamma narsa yoqyapti. Tamam, bo'ldi. O'zingiz o'zingiz qaytaravering, tomog'ingiz qolmasin. Xo'p, men ovqatlarni o'zim ham yeb ko'rdim. Ano, Kamchilla bo'lmadi? Yo'q, ruschasiga aytganda как дома deydi-ku, xuddi uyiga yegandek bo'ldim. Qo'lli dard ko'rmasa, hozir ziyoratchilardan intervyu olib chiqdim, odziq. Hamma xursand, ovqatlar shirin, davom etinglar. Inshaalloh. Charchamanglar. Rahmat. Rahmat Sarvar aka. Rahmat. Rahmat.